İstanbul'daki Uyg'ur o'quvchilar Asarlar rayonluq elektronlik kutubxonani ziyorat qildi. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati Zaytunburnu sho'basining uyushtirishi bilan Istanbuldagi o'rta boshlang'ichda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilardan 50 dan ortiq o'quvchi İstanbul Asarlar rayonidagi Adnan Buyuk dengiz zamonaviy elektronlik kutubxonasini ziyorat qildi. Bu kutubxona Albarak Turk bankisining yordam qilishi Asarlar shahar boshlig'ining qo'llashi bilan yangidan yasalgan bo'lib, bu kutubxonada 30 kompyuter bo'lib, 6000 parcha har soha kitoblarni kompyuter orqali o'qig'ili bo'ladi. Bu kutubxonaga har yili 5000 parcha kitobni kompyuterga kirgizib, o'qirmanlarga qulaylik yaratish planlangan. Bu kutubxonani ziyorat qilgan Uyg'ur o'quvchilar haqida Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati ayollar bo'limining boshlig'i Munavvar xonim fikr qarashlarini ifodalab mundaq dedi. Bugun biz ma'rif jamiyatining Uyg'ur o'quvchilar sinfini İstanbuldagi eng yangi ve en terakki kılgan zamanıvi kütüphane, elektronlik kütüphane elip geldik. Bu kütüphane o'quvchilarni o'zlariga ehtiyojli bo'lgan shundaqla bilimini oshirishga har tarafdan yordam beradigan kitoblarni bilgisayar orqali o'quvchilarga yetkazadigan, o'quvchilarga foydalantiradigan bir kutubxona bo'lib, bolalarimizning o'zining bilim doirasini texnik kengaytirish uchun foydasi bo'lishini umid qilamiz. Bolalar bu yerdagi yetakchi xonimningki köstişi bilen kütüphaneden qandaq foydalanish ve özleri izleydiğen materyallara qandaq erişish to'g'risidagi bilimlerini elib Biz ümit qilamiz ki bizning bolalarimizning bu yaxshi fursatlardan texmi foydalanib, o'zining ilmini, dinini ve milletini texmi taraqqiyotgan bolalar bo'lishga yordamchi bo'ladi deb o'ylaymiz. İstanbul'da, shundaqla Türkiye'de, dünyanın her qaysi yerlerinde yaşayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz nihoyatda ko'p. Bularning ichida bolalarni har taraflik yetishtirishni orzu qilayotgan ota-onalar ve milletimiz ko'p. Men shunda o'ylaymanki, agar imkoniyat izlasak, bizga atrofimizda o'zimiz uchun xizmat qildira oladigan, bilimimizni oshira oladigan nurg'un imkoniyatlar bor. Bunu fakat izlenişke, tirishga, niyet qilishga bog'liq deb o'ylayman. Shuning hem ota-onalarning, hem bu xizmatga aloqador xizmat ishlayotgan qarindoshlarimizning har tarafdan izlanib, farzandlarni tarbiyalashga texnik ko'proq kuch chiqarishni, buning orqali dinimizni, millatimizni rivojlantirishga haqiqiy bir kuch chiqaruvchilar bo'lishini umid qilaman. Men bu yerga kelganimdan xushal bo'ldim. Bu yerda naytichiq bilimlarni o'rganib oldigan bo'ldik. Buni kim shunday yerlarga berishimizni umid qilaman. Ma'ruf jamiyatiga ustozlarimga naytichi rahmat aytib. Xitoy Urumchiga necha minglagan kuzatish apparati o'rinlashtirish orqali usti ochiq turmaga aylantirdi. Ishg'olchi Xitoy Urumchi ko'chalariga 10 minglagan kuzatish apparati o'rinlashtirdi ekan. Xitoy doiralari Sharq Turkistonning poytaxti Urumchi ko'chalariga 10 minglagan kuzatish apparatlari o'rinlashtirish uchun tayyorlik qilmoqda ekan. 2009-yili Uyg'urlarning qirg'inchilik qilinishiga shohid bo'lgan Urumchi shahriga Xitoylar 40 mingdan ortiq kuzatish apparati o'rinlashtirgan ekan. Xabarlarda bildirishicha, Urumchi shahar boshlig'i shaharda 3400 avtobus, 4400 ko'cha, 270 maktab va 100 tijorat markazining kuzatish apparati orqali nazorat qilinib kelayotganligini bildirgan. Urumchi ko'chalariga hozirdan boshlab 17 ming kuzatish apparati yangidan o'rinlashtirilgan. Xitoy soqchilari qo'shimcha o'rinlashtirilgan kuzatish apparatlari orqali shaharni davomli kuzatib turadi ekan. Yangidan o'rinlashtirilmoqchi bo'lgan kuzatish apparatlari masjidlar va xalq ommasi to'plashadigan maydon qatorliq necha minglagan o'ringa o'rinlashtirildi ekan va u o'rinlar davomli kuzatga ilindi ekan. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligidan keyin ishg'olchi Xitoy Uyg'urlarni o'zlariga texmo qattiq dushman deb bilib, butkul Uyg'urlarni nazarband ostiga olgan edi. Urumchi butunlay usti ochiq turmaga aylangan vaziyatda edi. Buni oz degandek Xitoy hamda butkul shaharning ko'cha, do'qmush, masjid, maktab va maydon qatorliq Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan rayonlarni davomli kuzatib nazorat qilib turmoqda. Xitoylar chet el axborotlarda to'xtamay atalmish Şinjanga necha million dollar mablag' solganligini da'vo qilib joriy salmoqda. Amaliyotda u mablag'larni Uyg'urlarga zulm qilish, texmo kontrol ostida tutish, haqiqatni so'zlaganlarni, haq-huquq talab qilganlarni bostirish uchun qo'llanayotganligini dunyo bilmaydi. Xitoy doiralari Urumchi qirg'inchiligida 200 ga yaqin Uyg'urni o'ltirganligini e'lon qildi. Ammo voqeani o'z ko'zi bilan ko'rguchi shohidlarning bildirishicha, Urumchida bir kechada o'ltirilgan Uyg'urlarning soni 4 mingdan oshadi ekan.
Shu bir haqiqatki namoyish boshlangan 7-oyning 5-kuni Urumchining 4 o'rinda birli vaqtda qo'zg'alib namoyishni boshlagan shaxslarning soni 20 mingdan ortiq ekan. Vaqa oxirlashgandan keyin qaraydigan bo'lsak, bu namoyishga qatnashgan 20 ming kishining hech biridan xabar yo'q. Nega ketganligini hech kim bilmaydi. Xitoy bulardan aran 1700 ni tutqun qilganligini bildirdi. Qolganlari qayerda? Bu hozirgacha bir sir bo'lib kelmoqda. Xitoy doiralari o'zlarining jinoiy qilmishlarining dunyo jamoatiga oshkorlanib qolishidan qo'rqib, Urumchi qirg'inchiligida elib borgan qatliamni yushirib kelmoqda. Xitoyning Urumchi shahri ko'chalariga 40 mingdan ortiq kuzatish apparati o'rinlashtirishdagi razil siyosati butun shaharni usti ochiq turmaga aylantirganligining isbotidir. Kurtlar Vadisi Falastin nomli film 81 davlatda qo'yilishga boshlandi. Turkiyada Kurtlar Vadisi Falastin nomli film ishlandi. Bu filmni Pana kino studiyasi ishlagan bo'lib, filmda Kurtlar Vadisi Pusu nomli ko'p qismli televiziya filmida bosh rol elib dong chiqargan Polat Alimdar, asli ismi Necati Şaşmaz bosh rol aldı. Biz hasta olacak çocuğu cephede bile öldürmeyip düşünen milletiz. Sabrederiz. Hata yaptığını anlar deriz. Sabrederiz. Adam olur deriz. Baktık olmuyor. Gökten kurban inmesini beklemeyiz. Masumun tek teline dünyayı kurban ederiz. Bu film 2011 yılı 1. ayının 28. gündən başlap Türkiye qatarlıq 81 devletinin her qaysi şehir rayonlarında qo'yilishga başladı. Ötken yılı 5. ayının 31. günü Türkiye'den Gazze'ye yardım eşyaları elip ketayotganda İsrailiya askerleri hücum qilib 9 Türkni şehit qilgan Mavi Marmara kemi vaqasi yuz bergandan keyin Falastin meselesi yana bir qatim dünya kun tartibiga kelgan edi. Nishonimiz Falastin, yukimiz insoniy yordam degan shuar ostida Turkiyadan Falastinga yordam eşyaları elip ketayotganda İsrailiya askerlarining hücum qilish natijasida 9 Türk şehit bo'lgan Mavi Marmara kemi vaqasi haqida Turkiyada Kurtlar Vadisi Falastin nomli bir film ishlandi. Bu filmde Falastinga yordam eşyaları elip mangan Mavi Marmara kemisinin İsrailiya askerleri tarafından hücumga uchirganligi ve 9 Türk şehit bo'lgandan keyin bularning intiqomini elish uchun Polat Alimdar ve uning safdoshlari Falastinga berib, İsrailiya askerlarining harbiy bazalariga hücum qilganligi, u yerda keskin bir jang bo'lganligi ve Mavi Marmara kemisiga hücum qilishda qo'mondonlik qilgan İsrailiya generalini o'ltirib 9 şehitning intiqomini olganligi ve Türkiye xalqining Falastin meselesiga tutgan maydoni ve Falastin xalqiga bo'lgan g'amxo'rligining qaysi darajada ekanligi tasvirlangan. Bu film 2011 yılı 1. ayının 28. gündən başlap Türkiye qatarlıq 81 devletinin her qaysi şehir rayonlarında qo'yilishga başladı. Ama Germaniya hükümeti bu filmni 18 yaşdan tövendekilerinin ko'rishini chekladi. Usta, bunların laftan anlayacağı yok. Elbet anlayacakları lafı buluruz. Bu film haqida Turkiyadagi NTV televiziyasida suhbat programmasi qatnashgan filmning bosh rolchisi Necati Şaşmaz, riyosatchining buningdan keyin boshqa qanday film ishlash xiyolingiz bor degan savoliga Uyg'ur turklar haqida film ishlashimiz mumkin. Ular 100 yillardan buyon zulm chekyapti dedi. Uygur Türklerinin yaşadığı çile ve sıkıntılar var. Onlar da 100 yıla yakındır mazlumlar. Xitoy Sharq Turkistonda yangidan 10 aerodrom yasashni planladi. Xitoy ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonda yangidan 10 aerodrom yasashni planlagan. Buning bilan Sharq Turkistondagi aerodromning soni 22 ga chiqadi ekan. Xitoy Sharq Turkistonda 2015-yilning oxirlarigacha 4 yangi aerodrom yasashni, tashlanib qolgan 6 koni aerodromni kengaytib yasab chiqishni planlagan. Hozirgacha 12 aerodrom bo'lgan Sharq Turkistonda planlangan aerodromlar bitib chiqsa, jami aerodromning soni 22 ga yetadi ekan. Xitoy xalqaro radiosining xabariga qaraganda, Xitoy Sharq Turkistonda oldimizdagi 5 yil ichida ommaviy aviatsiya sohasiga 30 milliard yuan, ya'ni 4.2 milliard dollar mablag' silishni planlagan. Sharq Turkistonda bu yil 52 o'xshamagan aviatsiya shirkatlari yo'lovchi to'shimoqda ekan. Uchish liniyasining soni 130 bo'lib, 79 o'xshamagan shaharlarga uchadi ekan. Xitoy Sharq Turkistonning yer osti va yer usti boyliqlarini mashina poyezdlar bilan ichkari o'lkalarga yo'tkayotgan bo'lsa-mu, ko'zi to'ymagan ochko'z Xitoylar endi texmi tez suratda ko'p boyliqni bulab, yo'tkab ketish uchun aerodrom yasab Sharq Turkistonning boyliqlarini havo yo'llari orqali to'shishni maqsad qilmoqda. Shuning uchun Xitoy doiralari Sharq Turkistonning 10 o'rniga yangidan aerodrom yasashni planladi.
Braziliya bilan Xitoy tijorat urushi boshladi. Xitoy o'tgan yili Braziliyaga 17 milliard dollarlik mablag' solgan. Braziliya shirkatlari pul kursi raqobat qila olmaganligi uchun andishilandi. Braziliya Xitoydan yuanning qimmatini o'stirishni talab qildi. Xitoy o'tgan yili Braziliyaga eng ko'p mablag' solgan davlat bo'lgandan keyin Braziliya bilan Xitoy o'rtasida tijorat munosabatidagi surkilishning yuqori o'rlash ehtimoli ko'rilmoqda. Braziliya Markaz bankisining ma'lumotiga qaraganda Xitoy o'tgan yili Braziliyaga 17 milliard dollarlik chet el sarmoyasi solgan. Ammo bozor egiligidagi bahoning o'rlab ketishi, Xitoydan import qilingan mahsulotlarning bahosining texmo arzon bo'lib ketishi Braziliya shirkatlarining raqobatdagi kuchini ojizlashtirgan. Bu sababdan Braziliya Xitoydan yuanning qimmatini o'stirishni talab qildi. Buningdan ilgari Amerika va Yevropa ittifoqidagi davlatlar Xitoydan pulning qimmatini o'stirish uchun bir qancha qitim talab qilgan va muzokaralar elib borgan bo'lsa-mu, hozirgacha hech qanday natija bermay keldi. Buningdan Amerika va Yevropa ittifoqi Xitoyga so'g'uq qarab kelmoqda. Misrda namoyishchilar parlament binosiga qarab ilgirladi. 74 kishi o'ldi. Whether you're a Christian, whether you're a Muslim, whether you're an atheist, you will demand your goddamn rights, and we will have our rights, one way or the other. We will never be silent. Misrning poytaxti Qohirada 10 minglagan namoyishchilar davlat raisi Muborakning 30 yillik hokimiyatining og'dirilishini talab qilmoqda. Bugungi namoyishda minglagan kishi Husni Muborakning iste'fo berishini talab qildi va yurish qilib parlament binosiga yaqinlashganda soqchilarning to'sqinligiga uchradi. Qohira, Ismoiliya va Iskandariyada soqchilar namoyishchilarni tarqitish uchun so'lyov o'q va yosh oqquzish bombasi otdi. Bugun 5-kuniga qadam qo'ygan namoyishda hozirgacha 74 kishining o'lganligi, 1000 dan ortiq kishining tutilganligi ilgari surildi. Bugungi namoyish jarayonida Qohirada o'q ovozlari anglanganligi bildirildi. Al Jazeera televiziyasining hozir bergan ma'lumotiga qaraganda Iskandariyadagi namoyishda 20 dan ortiq jasad ko'chada qolgan. Misrda eng cho'ng o'qitishi guruh hisoblangan musulmon qarindoshlar tashkiloti bir qancha kundan beri namoyishdan uzoq turgan bo'lib, juma kuni namoyishni qo'llashni qaror qilgan va juma namozidan keyin namoyish qiladiganligini e'lon qilgan. Namoyish boshlanishidan ilgari musulmon qarindoshlar tashkilotining oliy darajalik 4 rahbari va bir qism a'zolarining soqchilar tomonidan tutqun qilinganligi ilgari surildi. 4 kundan beri davom qilayotgan bu namoyish internet orqali tashkillangan. Shuning uchun Misr hukumatining internet va qo'l telefonini taqib etganligi ilgari surildi. Hukumat xalq va o'qitishi partiyalari bilan dialog qilishga tayyor ekanligini bildirdi. O'qitishi muxoliflardan sobiq xalqaro atom energiya idorasining boshlig'i Muhammad Al-Baradi tunugun Misrga keldi va bugun namoyishchilarga qatnashishni xohlaydiganligini e'lon qildi. 3 fevralda Qohiraning Tahrir maydonida Muborakni qo'llovchilar bilan hukumatga qarshi namoyishchilar o'tirsidagi to'qinishda 5 odam qazo qildi hamda nurg'un odam yaralandi. 3 fevral Qohiradan kelgan xabarlarda deyilishicha, Tahrir maydonida hukumatga qarshi namoyishchilarga ig'ir tipdagi to'p o'qi etilgan. Az deganda 5 odam qazo qilgan, nurg'un odam yaralangan. Avtomatik qurollar va kuchli qurollar bilan o'qqa tutish shu joy vaqti 3 fevral sahar 4 atrofida boshlanib, alahazal 1 soat davomlashgan. Qarshilik ko'rsatish harakatini tashkillovchi Mustafa Tahrir maydonida deyishcha, az deganda 3 joydan o'q ovozi anglanganligini, Misr armiyasi tanklar bilan maydonga kirib tartib saqlamoqchi bo'lgan, ammo aralashmagan. Muborak hukumatiga qarshi namoyish Muborakni qo'llovchilar bilan hukumatga qarshi turg'uvchilar orasidagi to'qinish bilan 10-kuniga qadam qo'ydi. To'qinish hali ham qattiq davomlashmoqda. Misrdagi namoyishdan Isroiliya andisha qilishga boshladi. Isroiliya Amerika va Yevropa davlatlarini rayondagi muqimlikni saqlash uchun Misr davlat raisi Muborakga qarshi tanqidlarga yo'l qo'ymaslikka chaqiriq qildi. Isroiliyaning Haaretz gazeti Isroiliyaning Misrda muqimlikning saqlanishi G'arbning manfaati ekanligi haqida ittifoqdoshlarini qoyil qilishga urinayotganligini yozdi. Isroiliya tashqi ishlar ministrligi Amerika, Kanada, Xitoy, Rossiya va bir qism Yevropa davlatlaridagi elchilarga hujjat avatib, Misrning muqimligining muhim ekanligini ilgari surish kerakligini bildirdi. Amerika va Yevropa ittifoqining Muborak hokimiyatining og'dirilishini qo'llaydiganligini e'lon qilgandan keyin Isroiliyaning Misrda muqimlikning saqlanishi G'arbning manfaati ekanligi haqida ittifoqdoshlarini qoyil qilishga urinayotganligiga diqqat tortildi. Isroiliya amaldorlari Muborakning do'st ekanligini ilgari surib, do'stlarining yolg'iz emasligini his qildirish majburiyati bor degan. Isroiliya Misrda yangi hukumat qurilsa, Yahudilarga qarshi bir davlatga aylanib qilishdan qattiq ansiramoqda.
Chunki Misr xalqi musulmon bo'lganligi, bo'libmi Falastinni besib olgan Isroiliyaga chishtirniqi bilan o'ch bo'lganligi uchun Isroiliya musulmonlarning Falastin masalasida Isroiliyaga qarshi harakat qilishdan qattiq qo'rqadi. 30 yildan beri diktatorlik bilan hokimiyat yurgizib kelgan Muborak Isroiliyaga qarshi chiqqan musulmonlarni qattiq bostirib kelgan edi. Alloh taolo Qur'oni Karimda sen Yahudi va Nasoralarning diniga ergashmaguncha ular sendan hargizmi rozi bo'lmaydi degan. Demak, Yahudi va Nasoralar o'zlarining diniga ergashmagan kishilardan hargizmi mamnun bo'lmaydi, rozi bo'lmaydi, do'st tutmaydi. Islom dini musulmonlarni Allohning do'stiga do'st, dushmaniga dushman bo'lish prinsipi bo'yicha Yahudi va Nasoralarni do'st tutmaslikka chaqir qiladi. Misr krizisi Saudiya Arabistonda yomrashi mumkin. Saudiya Arabiston yer sharidagi neft zapasi eng mo'l joy. Mutaxassislar va axborot tarmoqlari Misrdagi davolg'iyotgan vaziyatning Saudiya Arabistondagi shialar rayonida yomrab ketib, neft eksporti ta'siriga uchrab, xalqaro neft bozoriga ziyon selishdan ansirayotdi. 3-oylik Brent xam neft bahosi 1 fevral uda o'rlab 101.73 Amerika dollariga chiqqan. Bu 2008-yili 10-oydan buyon tunji qatim 100 Amerika dollarining oldi keynida tavrinishi ekan. Tahlilchilarning ko'rsatishicha, Misr jiddiy vaziyatining davomlashishi va Amerika iqtisodida yaxshilanish ko'rilishi neft bahosini o'rlatib o'tgan. Xavf-xatar maslahatchilik shirkati mustaqil analiz e'lon qilgan dokladda Yaman, Sudan, Iordaniya va Suriyalarning hammasi nihoyatda ojiz. Ammo mumkinchiligi va ig'irligidan qaraganda eng cho'ng xavf-xatar Saudiya Arabistonda deyilgan. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, Shia musulmonlari Saudiya nufusining %10%ni egallaydigan bo'lib, Saudiya Arabistondagi neft eng mo'l rayonga joylashgan. Ammo ular ig'ir chetga qilgan. Doim amonlik saqlovchi atrat bilan to'qinish yuz beradi ekan. Davolg'iyotgan vaziyatning yerlikka yamrashining yoshirin xavf-xatari nihoyat yuqori ekan. Neft eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti OPECning amaldori Misr vaziyati neft ta'minlashga tahdid solmaganligini qayta ta'kidlagan. Navbatdagi bozorda neft qis bo'lish ko'rilmagan. Neft mahsulotini ko'paytirishning hojati yo'q ekan. Misrdagi namoyish to'lqini davomlashganlikdan chet el mablag'idagi savdo sayohatchilik va banki mulozimati qatorliqlarning hammasi to'xtab qolgan. Davlat ishi iqtisodiy faoliyat holga tushib qolay degan. Xabarlarga asoslanganda yerlik zavodlar taqilib qolgan. Banklarning pul alg'ulari quruqdilib qolgan. May punktida benzin tugagan. Ochliq va yiqilg'u qis bo'lgan, mol bahosi shiddat bilan o'rlagan. Türkiye Baş Ministri Recep Tayyip Erdoğan Mubarak'tan xalqning so'zini anglashini talab qildi. Türkiye Baş Ministri Recep Tayyip Erdoğan Misr prezidenti Mubarakni xalqning sadosini anglashini hamda yangi islohot elib berishga da'vat qildi. Har qaysi cho'ng gazetlar Misr masalasida Türkiye hukumatining sukuti turib olganligini tanqid qilgandan keyin 1 fevral Türkiye oxiri Misr krizisidan keyingi sukuti turib olishini buzdi. Türkiye Baş Ministri Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Terakkat Partisi'nin parlament yığınında buradan Mısır Devlet Başkanı Sayın Hüsnü Mübarek'e çok samimi bir tavsiyede, çok içten bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bizler insanız. Bizler faniyiz. Kalıcı değiliz. Her birimiz ölecek ve geride bıraktıklarımızdan dolayı sorgulanacağız. Müslümanlar olarak hepimizin gideceği yer 2 metreküp çukurdur. Hepimiz gelip geçeceğiz. Baki olan gök kubbe altında hoş bir sada bırakmaktır. Saygıyla anılmaktır. Rahmetle yad edilmektir. Bizler halk için varız. Halkımız için bu görevleri yapıyoruz. Onun için diyorum ki yarın öldüğümüzde Hoca Efendi gelip şunu söylemeyecek. Cumhurbaşkanı niyetine demeyecek. Devlet başkanı niyetine demeyecek. Başbakan niyetine demeyecek. Bakan niyetine demeyecek. Trilyarderlere sesleniyorum. Trilyarderler niyetine demeyecek. Ya er kişi niyetine diyecek. Hatun kişi niyetine diyecek.
seninle beraber gelen sadece kefen olacak. Başka bir şey gelmeyecek. Öyleyse o kefenin kadru kıymetini bilelim. Hem vicdanımızın sesine hem de halkımızın sesine, onların ya hayır duasına veya bedduasına hazır olalım. Onun için diyorum ki halkın haykırışına, son derece insani taleplerine kulak verin, kulak verin. Halktan gelen değişim arzusunu hiç tereddüt etmeden karşılayın. Açık söylüyorum, istismarcıların, kirli odakların, Mısır üzerine karanlık senaryoları olan kesimlerin inisiyatif almasına fırsat vermeden, Mısır'ın huzuru, güvenliği, istikrarı adına önce siz adım atın. Halkı tatmin edecek adımlar atın diyorum. Mübarek efendim, men sizga nihayet samimilik bilan taklif bermoqchi. Tuzli qilib ogohlantiray. Biz hammamiz o'lib ketamiz. Musulmon bo'lish sifatimiz bilan bizning oxirgi borar joyimiz 2 kvadrat metrlik go'r degan. Erdo'g'an yana sen cho'qim xalqning sadosini anglashing kerak. Bexatarlik va muqimlik barpo qilishing kerak. Oldi bilan sen Misr uchun yaxshi qadam bos. Ommaning talabini qondirg'in dedi.